motoblok olaman deb yuribsiz, lekin eng zo'r motoblok qaysiligini bilmayapsizmi? E'tibor bering. Agroservis do'konimizga motobloklarni ichida uyga, xo'jalikka ishlatish uchun eng baquvvat bo'lgan, ahamiyat berasiz Texa firmani Germaniya texnologiya asosida ishlab chiqarilgan mana shu ko'rib turgan motobloklarning ichida sifat tomonlama ham, quvvat tomonlama ham eng baquvvat hamda uyga, xo'jalikka ishlatish uchun aytib o'tgandek eng zo'r variant yetib kelgan. Korobka qismi xohlaganlarga 350 talik, xohlaganlarga korobka qismi 450 talik variantlari kelgan. Undan tashqari ulgurib qolsangiz, agar do'konimizda hozir katta aksiya ketmoqda. Boshqa do'konlarda mana shu dori apparatlarida 700 ming so'mdan 1 million 200 ming so'mgacha sotiladi. Lekin bizi do'konda hozirda mana shu ko'rib turgan dori apparatingiz shundoqga tekinga tarqat boryapmiz. Bu degani ulgurib qolsangiz uyingizga tekinga mana shunaqa dori apparatni bizdan olib ketishingiz mumkin bo'ladi. Ko'pchilik biladi, bu 909 Kaspi apparatlari eng yaxshi dori apparat turiga kiradi. Chunki bu Kaspi dori apparatlari karter sistemalari latunli bo'lgani hisobiga boshqa bunaqa dori apparatlaridan ancha yaxshi ishlab beradi, hamda motorlari ham ancha qizishi kam. Undan tashqari gaz sistemasi ko'pchilikda muammo bo'ladi. Gazlari ham bunda original gazlardan qo'yilgan bo'ladi. Bachok ham o'sha eng qalin 30 litrli bachokdan qo'yilgan hisoblanadi. Lekin biz buni pulga emas, tekinga tarqat bormoqchimiz. Qandoq qilib buni tekinga olsam bo'ladi ekan deganlarga hoziroq mana shu videoga bitta dona like tugmasini bosib, kommentariyaga kirib hoziroq omad deb yozib beradigan bo'lsangiz, mana shu dori apparatni shundog'iga tekinga olib ketib qolishingiz mumkin bo'ladi. Faqatgina videoga like bosib, kommentga kirib hoziroq omad deb yozing va videoni oxirigacha ko'radigan bo'lsangiz, tekinga mana shunaqa dori apparatli bo'lib qolasiz. Birinchi bo'lib sizlarga motobloklarimizni ma'lumotini tanishtirib o'taman. E'tibor berasizlar, birinchi bo'lib korobka qismi 350 talik modelimizdan boshlaymiz. Bu Texa motobloklarimizni ko'pchilik biladi, Germaniya texnologiya asosida ishlab chiqarilgan, sifat tomonlama ham, quvvat tomonlama ham eng baquvvat bo'lgan 7 ot kuchli motoblok bo'ladi. Eng zo'rini so'ragan akalarimiz mana sizlarga motoblok eng zo'r akalar. Xo'p, motor qismi 170F motor, 7 ot kuchli motor bilan jihozlangan, yoqilg'i turlari benzinli model hisoblanadi. Shuni hisobiga benzin rasxoti ancha kam bo'ladi va benzinni kam rasxot qilishidan yana bitta sabab karburator qismi original karburator qo'yilgan bo'ladi. Shuni hisobiga ham benzinda bu motoblok kam rasxot qiladi. Bu motoblokni yana bitta aytib o'tganimdek baquvvat deyilayotganidan sabab bu Texa motoblogimizga o'zinikidan kattaroq 350 talik bunga korobka qo'yilgan va bundan ham kattaroq 450 talik usulinli korobkasi ham bor. Xohlaganlarga 350, xohlaganlarga 450 korobkaligini olib kelib qo'yganmiz. Korobkasi katta bo'lsa nima bo'ladi, nima o'zgaradi degan akalar e'tibor berasizlar. Motoblokni qanchalik korobkasi katta, baquvvat bo'lsa, mana bunaqa frezalarni qo'yib, yer haydab, undan tashqari temir balon qo'yib, undan tashqari orqasiga mana bunaqa chizellarni ulab ishlatayotgan paytinglarda motoblok qiynalib qolmaydi. Chunki korobka qismi baquvvat bo'lganini hisobiga. Motoblokning o'zi aslavnoy joyi bu korobkasi bo'ladi. Chunki motori faqatgina korobka qismini ishlatib berish uchun bo'ladi. Xolos, shuni hisobiga motoblok olayotganingizda birinchi o'rinda korobkasini katta kichikligiga qarab olganingiz ma'qul. Xo'p, ukam buni narx-navosi qanaqa o'zi deganlarga, bu motobloklarimizni korobka qismini 150, mana bu tomonda assortimentlarimiz bor. 150, 250, 350, 400 talikga qarab turib, assortiment ko'p. Aynan Texa motoblogi bo'ladigan bo'lsa, 3 milliondan eng katta korobkaligi 4 million 500 gacha bor. Boshqa motobloklarimizni olaman desanglar, 2 million 800 dan 4 million 500 gacha 7 ot kuchli boshqa motobloklarimiz ham bor. Xohlaganlarga mini kultivator, xohlaganlarga seplik, xohlaganlarga 17 ot kuchli motoblok. Videoni boshida ko'rib turganinglarda tekinga dori apparat beraman dedim.
tekinga bizdan dori apparatni olish sharti, bizning do'konga keling, shu yerda turgan 100 xildan oshiq motoblokni bittasini o'zingiz uchun sotib oling va motoblok sotib olganingizdan keyin do'konimizning ichiga kirsangiz, do'konning ichida to'g'rida omadli baramanimiz bor. Bu omadli baramanning ichida hozir sizga ko'rsatib o'tgan mana bunaqa dori apparat, shurpayor, drill, bolgarka, kulish nabor, shunga o'xshagan 100 xildan oshiq instrument shu barabanga qo'yilgan. Bizning do'konga keling, motoblok sotib oling va kirib shu baramanimizni aylantirib, sotib olgan motoblogingiz uchun bizdan tekinga instrument olib keting. Baramanni aylantirasiz, nima barabanda instrument tushsa, o'sha tushgan instrumentni olgan motoblogingizga shundoq tekinga qo'shib beramiz. Shuni hisobiga videoga like bosib, kelib barabanda aylantirib, istagan narsani, tushgan narsani tekinga olib ketishingiz mumkin bo'ladi. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Joninglar sog' bo'lsin.